Til kishilik huquqi va Uyg'urlar. Uyg'ur xalqiga noyitim tanışlıq bo'lgan Tosikotnab Kengiz xonim 2023-yili 29-mayda vafot bo'lgan. Bu yil 83 yoshga kirgan bo'lib, uning vafoti ilm sohasidagilar uchun emas, Uyg'urlar uchun noyiti cho'ng yo'qotish hisoblandi. Chunki Kengiz xonim xuddi German tadqiqotchi Adrian Zinizga o'xshashla Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini ilmiy faktlar bilan isbotlash jihatda yuksak nupuzga ega olim edi va uning Uyg'urlar uchun qilmoqchi bo'lgan ish planlari ko'p edi. Tosikotnab Kengiz xonim ona til ma'rifi, qo'sh tillik ma'rif, til huquqi, til qirg'inchiligi, tilshunoslik, tarix sohasida dunyoda noyiti nupuzi ustun olim bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq xalqaro organlarda oliy maslahatchilik vazifalarini o'tagan. U o'zining asarlari va Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi yig'inlarda ko'p qitim Uyg'urlarning til huquqining dafsanda qilinayotganligini o'ttirib qo'ygan. 2020-yili 2-oyda Kengiz xonim Til kishilik huquq qo'llanmasi nomli nupuzli kitobga Uyg'ur tili haqida bir bob tayyorlab berish haqida Erkin Sidiqqa bir taklif avatgan. Erkin Sidiq Kengiz xonimning ma'qulligini ilib, o'zining do'stlari Abduvali Ayub bilan Shunqor Tekinni bu maqolani birga yozishga taklif qilgan. Natijada Uyg'ur tili, Uyg'urning til tarixi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi bir parcha 16 betlik ilmiy maqola tayyorlanib, bu kitobga kirgizilgan. Til kishilik huquq qo'llanmasi nomli bu kitob mush sohada nashr qilingan eng nupuzli va tunji qo'llanma bo'lib, jami 52 bobdan tuzilgan. Dunyodagi 60 dan ortiq nupuzli mutaxassislar bu kitobni yozishga qatnashgan. Bu kitobning Uyg'urlar uchun eng ahamiyatli bo'lgan yeri shuki, Uyg'urlar beshidan kechirayotgan til qirg'inchiligini burunqidek chet ellik mutaxassislar emas, balki o'z ahvolini o'zi yaxshi biladigan va eng yaxshi ifodalab bera oladigan Uyg'urlar o'z yozgan. Bu kitobning 24-bobi maxsus Uyg'urlar uchun ajratilgan bo'lib, Uyg'urlar uchrayotgan til, madaniyat va etnik irqiy qirg'inchilik degan mavzu ostida Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik, jumladan Xitoyning Uyg'urlarning til va madaniyatini qanday yo'qotayotganligi umumyuzlik yoritib berilgan. Erkin Sidiq maqolaning muqaddimasi va xotimasini Uyg'urlar duch kelgan til va madaniyat qirg'inchiligining qisqacha nazariy qismini, shundaqla Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan har turli insoniyatga qarshi jinoyatlarni va kelajak oqibatlari haqidagi farazlarni yozishga mas'ul bo'lgan. Shunqor Tekin Sharq Turkistonning Xitoy besilishidan burungi qisqacha tarixini, Uyg'urlarning yaqinqi zamondagi til va ma'rif ahvolini, Xitoy ishg'oliyatidagi Uyg'urlarning o'z ona tilini qo'g'dash uchun ko'rsatgan tirishchanliklari va qarshilik faoliyatlarini, shundaqla Uyg'urlarning davlat ichi sirtidagi ona tilini qo'g'dash uchun qilgan kurashlarining paydo qilgan ta'sirlari va buning qarta xalqaroning va Xitoyning qaytirgan inkaslarini yozishga mas'ul bo'lgan. Abduvali Ayub Uyg'urlar navbatda boshdan kechirayotgan til, ma'rif krizisi va Uyg'ur tilining paydinpay assimilyatsiya qilinishi haqidagi mazmunlarni yozishga mas'ul bo'lgan. Bu kitobning maqolalari qo'ygan talbi nihoyat qattiq bo'lib, tahrirlar talab qilgan nurg'un qitimliq tuzitish va to'liqlash ishlarini asosan doktor Erkin Sidiq o'z ustiga ilib ishlagan. Til kishilik huquq qo'llanmasi nomli kitobda asosiy tema bo'lgan til kishilik huquqi degan atalg'u bir qadar yangi atalg'u bo'lib, insonning til kishilik huquqi yoki til huquqi kishilik huquqining eng asosiy qismi bo'lish sifatida inson huquqi va erkinligining barliq taraflariga tutishidi. Bir insonning yoki bir millatning o'z tilini qo'llanish, uni taraqqiy qildirish, avlodlarga o'gitish, nashriyat, axborot huquqi daxlsiz bo'lishi kerak. Agar bu asosiy huquqlar kapolatga ega bo'lmasa, bir inson yoki millatning boshqa huquqlaridan eg'iz echish mumkin emas deb qaraldi. Uyg'urlar hozirgi ahvolda duch kelayotgan ona tilining dafsanda qilinish masalasi til kishilik huquqi nazariyasi bo'yicha til qirg'inchiligi deb ataldi. Shundaq bo'lg'achqa Uyg'urlar beshidan kechirayotgan irqiy qirg'inchilik va uning bir qismi bo'lgan til qirg'inchiligining Til kishilik huquq qo'llanmasi nomli kitobga kirgizilishi Uyg'urlarning Xitoyga qarshi kurashlari uchun zo'r ahamiyatga ega. Dunyodagi eng danglik nashriyat shirkatlarining biri bo'lgan Wiley tarafidan nashr qilingan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va dunyodagi hukumat organlarining foydalanish maqsad qilingan til huquqi jihatdagi tunji nupuzli kitob Til kishilik huquq qo'llanmasi 2022-yili 12-oyda nashrdan chiqqan bo'lib, bu kitob Amazonda va Wiley nashriyotining tor bekitida $195 sotilmoqda. Uyg'ur xalqi Kengiz xonimni doktor Erkin Sidiqning yozmalari orqali tonigan. Ya'ni Erkin Sidiq 2007-yili 18-sentabr o'zining qo'sh tillik ma'rifmi yoki yakka tillik ma'rifmi degan maqolasi bilan
Xitoy hukumatining Uyg'urlar qarta qo'sh tillik ma'rif bahonasi bilan yo'lga qo'ygan, amaliyotda bo'lsa Uyg'ur tilini butunlay yo'q qilishni maqsad qilgan qabih siyosat ustida izlanishni boshlab, Kengiz xonimning yerlik millat ma'rifi va ona tili haqidagi ko'p yillik ilmiy kitob maqolalari bilan tanishib, 2009-yili 3-mart Kengiz xonimga xat yozib, uning bilan tanishgan. Hamda shuningdan boshlab Kengiz xonim bilan izchil turda yaqin munosabatni saqlab kelgan. 2013-yili 2-oyda Kengiz xonim Janubiy Kaliforniyaning Long Beach shahriga Kaliforniya qo'sh tillik ma'rif birlashmasi o'rnashtirgan bir ilmiy doklad yig'iniga alohida taklif bilan kelib, qo'sh tillik ma'rif haqida 2 soat ilmiy doklad berganda, Erkin Sidiq ashu yig'inga qatnashib, Kengiz xonim bilan bir kun birga bo'ldi. Kengiz xonim 2014-yili Xalqaro qo'sh tillik ma'rif va qo'sh tillik nazariyasi jurnali degan xalqaro jurnalning bosh muharriri bo'lib ishlayotganda, Xitoydagi Wang familiyalik bir professordan Uyg'ur qo'sh tillik ma'rif haqida bir parcha ilmiy maqola topshirib oldi. Ammo Uyg'urlarning ahvolidan xabardor Kengiz xonim bu maqolani muvofiq ko'rmay, Erkin Sidiqqa bu maqolaga birinchi avtor bo'lib, maqolani qaytadan yozib chiqishni, unda qilmaganda u maqolani mazkur jurnalga qabul qilib bo'lmaydiganligini aytdi. Erkin Sidiq ma'qul bo'lib, necha vaqt qattiq tirishib, maqolani qaytadan yozib chiqdi. Kengiz xonim tahrirlaydi. Erkin Sidiq maqolani tayyor qilib, jurnalga bosilgan vaqtda Wang familiyalik professor Kengiz xonimga xat yozib, Erkin Sidiqning Xitoy hukumatining qor tizimlikidagi odam ekanligini, agar bu maqola ikkisining birlashma avtorligida e'lon qilinsa, o'zining qo'lga ilinib ketish ehtimolligi borligini aytdi va Erkin Sidiqni avtorlikdan chiqarib etishni talab qilib turib oldi. Kengiz xonim bu ishni Erkin Sidiqqa aytganda, Erkin Sidiq Uyg'urlarning ma'rif ahvolini xalqaro bildirish muhim deb qarab, avtorlikdan voz kechdi. Natijada shu maqola yuqorqi jurnalning 2014-yillik 9-oylik soniga besildi. Kengiz xonim 2015-yili 25-oktyabrdan 8-noyabrgacha Xitoyga berib, Shanxay va Nanjing shaharlarida ilmiy doklad va leksiya so'zlash faoliyatlari bilan shug'ullandi. Hamda bu ishni oldin Erkin Sidiqqa deydi. Erkin Sidiq ayni vaqtda Shanxayda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga bu xabarni aytib, ularga mumkin bo'lsa Kengiz xonimning doklad leksiyalari qatnashishni tavsiya qildi. Ammo Uyg'ur o'quvchilar Xitoy hukumatining besimi tufaylidan leksiya maydonlariga kela olmagan. Kengiz xonimning deyishicha, uning qo'sh tillik ma'rif sohasidagi ilmiy bayqashlarni asos qilgan doklad leksiyalari Xitoyni qattiq bayram qilgan bo'lib, Shanxay va Nanjingni qarshi e'lonmagan. Ashu yillarda Kengiz xonim Erkin Sidiqqa o'zining Sharq Turkistonga berib, qo'sh tillik ma'rifning qanday bo'lganligi haqida hukumatdagi munosabatli o'rinlarga maslahat berishni xohlaydiganligini aytgan va Erkin Sidiq bu ishga kuchab boqqan bo'lsa-mu, Xitoy hukumati Uyg'urlarni intayin qattiq bostirayotgan u yillarda bu ishdan natija chiqmaydi. Erkin Sidiq bilan tanishgandan keyin Kengiz xonim Erkin Sidiqqa o'zining kelgusida e'lon qilgan ilmiy maqolalari, nashr qildirgan kitoblari va so'zlaydigan nutqlarining hammasida Uyg'urlarni tilga oldiganligiga va'da bergan hamda u va'dasini o'rinlab kelgan. Uyg'urlar uchun o'z asarlarida va xalqaro so'rovlarda Xitoyga tig'mi tig'dirib so'zlaydigan Kengiz xonim Uyg'urlarning qalbida mangu yashaydi.